Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizga o'z hikoyamni, yillar davomida yolg'izlik pardasi ortida asrab kelgan qalbimni ham esgan, ham qayta tiriltirgan sirimni ochmoqchiman. Bu sadoqat va vasvasa, kutish va taqiqlangan mehr haqida. Bu bir ayolning yillar davomida unut bo'lgan o'z tanasining isyonini eshitishi va bu isyoning uni ham shirin lazzatga, ham abadiy vijdon azobiga g'arq qilgani haqidagi ichki kechinmalaridir. Mening ismim Zarina, 26 yoshdaman. Erim Dilshod bilan turmush qurganimizga 4 yil bo'ldi. U mening hayotimdagi yagona suyanchigim edi, mehribon, hazilkash, meni yer-ko'kka ishontirgan inson. Ammo hayotimizni yaxshilash, kelajagimiz uchun deb u uzoq Yaponiyaga ishga ketdi. Qaytaman, Zarina, sabr qil degandi. O'shanda mana oradan 2 yil o'tdi. U yuborgan pullar evaziga uyimizni ta'mirladik, yangi jihozlar oldik. Ammo bu uy sovuq edi. Qalbim kabi sovuq va huvillab qolgan. Men uni kutdim, har kuni uning yo'liga intizor bo'ldim, sadoqatli ayol bo'lishga, nomusimni saqlashga qattiq urindim. Lekin men yosh edim. Tanam mehr istardi, ehtiros istardi. Kechalari uning suratini quchoqlab yiglardim. Ayolligim, mening yoshligim, mening ehtiroslarim bu sovuq devorlar orasida sonib borayotgandek edi. Tanam unutib bo'lgandi, qalbim esa mehrga tashna edi. Yolg'izlik meni har kuni tiriklayin yeb bitirardi. Hayotimizda yana bir inson bor edi, erimning jondan aziz do'sti, bolalikdan birga o'sgan ukasi Javlon. Ular bir-biriga umuman o'xshamasdi. Dilshod qichqirg'in bo'lsa, Javlon kam gapirar, jiddiy, ammo nigohida galati bir jozibali kuch bor edi. Oldin unga qattiq tayinmagan edim. Dilshod ketishidan oldin, Javlon, Zarinadan xabar olib turasan. U senga omonat dedi. Javlon bu omonatga jiddiy qaradi. Har kuni ishdan keyin bir rovga kirib o'tirardi. Ba'zan non ko'tarib kelardi, ba'zan esa shunchaki jim o'tirib mening zerikishimga sherik bo'lardi. Unga bu jim hamkorligi menga taskin berardi. Uning borligi bu huvillagan uyga qandaydir bir iliqlik keltirardi. Dastlab men buni shunchaki do'stining ayoliga bo'lgan hurmati, akasining omonatiga sodiqligi deb qaradim. Ammo vaqt o'tgani sari uning nigohlarida men boshqa narsani ko'ra boshladim. Men bilan gaplashganda ko'zlarimga uzoq tikilib qolardi. Ba'zan hovlida ish qilayotganimda uning meni kuzatib turganini sezib qolardim. Unga bu qarashlarda achinash emas, qiziqish, hatto yashirin bir istak bor edi. Bu qarashlar meni ham hijolatga solardi, ham alla qanday shirin titroqqa solib, yuragimni tezroq ura boshlardi. Axir u erimning eng yaqin do'sti edi. Bir kecha tomimizdan chakka o'ta boshladi. Yomg'ir kuchli edi. Nima qilishni bilmay Javlonga telefon qildim. U yarim kechasi yetib keldi, yomg'ir ostida tomga chiqib hammasini to'g'riladi. Pastga tushganida ust-boshi shalapo edi. Men unga quruq sochiq uzatdim. Barmoqlarimiz bir-biriga tegib ketdi. O'sha lahzada ikkimiz ham bir soniya qotib qoldik. Unga o'sha kaftidan o'tgan issiqlik butun tanamga yugurdi. Yillar bo'lmaydi. U ko'zlarimga shunday tikildi, keyin men nafas ololmay qoldim. O'sha kundan keyin bizning yashirin o'yinimiz boshlandi. Nikohlar, imo-ishoralar, tasodifiy teginishlar. O'zimizga qanday tortilayotganimizni ikkimiz ham bilardik. Men o'zimni ham baxtli, ham xoin his qilardim. Axir men erimga xiyonat qilayotgandim, uning eng ishongan insoni bilan. Bir kuni kunduzi uyda yolg'iz edim. Eshik taqilladi. Ochsam, Javlon qo'lida bir dasta qizil atirgul. Bu sizga, dedi u, ko'zlarini mendan olib qochib. Men gullarni oldim, yuragim ko'kragimdan chiqib ketayozdi. Men pichirlab, o'zim ham nima uchun bunday deganimni bilmasdim, rahmat. U ichkariga kirdi, biz mehmonxonada yuzma-yuz o'tirardik. Oradagi sukunat shunday quyuq ediki. Zarina, dedi u, ovozi salqinroq edi. Men boshqa chiday olmayman. Sizni har kuni o'ylayman. Bu noto'g'ri, bilaman, lekin yuragimga buyruq bera olmayapman. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Javlon, qo'ying, dedim zaif ovozim bilan. Yo'q, dedi u qat'iy. U sizni tashlab ketdi. Men sizni tashlab ketolmayman.
U o'rnidan turib menga yaqinlashdi, unga uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida muzlagan tanamga go'yo olov tegib eritib yuborgandek bo'ldi. Qo'llari bilan yuzimni ushlab ko'zlarimga tikildi. Faqat bir marta. U lablarini mening labimga tegizdi. Bu o'pich, bu yillar davomida kutilgan, yashiringan ehtirosning, unutib bo'lgan ayollikning portlashi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Men bir ogiz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini mening labimda avval sekin, so'ng ehtirosliroq harakatlantirdi. Qo'llari yelkamdan pastga sirgalib, belimdan topib, meni og'ziga mahkam tortdi. Tanam titrardi. Bu menga ko'pdan beri kerak edi. Har bir harakati, lablarning har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. Uning qo'llari ko'ylagimning tugmalarini shoshilmasdan yechib boshladi. Har bir ochilgan tugma bir ehtirosga, bir qadam edi noma'lumlikka, gunohga. Ammo men qo'rqmasdim. Unga uning nigohida shunday bir kuch bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim. U meni ko'tarib yotoqxonamga olib kirdi. Bu mening yolg'iz tunlarim o'tadigan joy edi. Ammo endi u yolg'iz emasdi. U kiyimlarimni butunlay yechdi. Mening yosh, ammo mehriga tashna tanam. Men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim, uning hayratga to'la nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yechib boshladi. Unga uning pishgan, baquvvat tanasi xira yorug'likda yanada jozibali ko'rinardi. U meni karavotga yotqizib, ustimga engashdi. Unga uning lablari mening tanamni o'rganar edi, sekin, ehtiyotkor. Ikkita tosh ko'kragimda ezilib, undan olov ishlab oldi. "Oh!" deb ingraganimni eshitdim. U meni quchoqlab oldi, bizning vujudlarimiz bir-birini erkalardi. Uzoq erkaladik. Har bir teginishi mening tanamning unutib bo'lgan nuqtalarini qayta jonlantiradi edi. Unga uning kuchi, tajribasi meni aqldan ozdirdi. Unga uning qattiq, issiq jismi sonlarim orasida harakatlanganini his qildim. Men sekin chiqib keta boshladim, lazzatdan ingraganimni tuta olmadim. Bu ham yillar davomida kutilgan lazzatning, ayolligining qayta uyg'onishining chinqirigi edi. U meni tonggacha lazzatlantirdi, men rosa rohatlandim. Bir necha bor ichimga quyi tashladi. Ertalab bo'ldi. Quyosh chiqqan edi, ikkalamiz ham holdan toyib charchab yotardik. Men soat unga uyg'onganimda, u allaqachon kiyinib xonamdan chiqib ketgandi. O'sha kundan keyin men boshqa Zarinaga aylandim. Endi men shunchaki erining yo'lga qarab o'tiradigan ayol emasdim. Men yashirin sirga ega bo'lgan, ehtirosli ayolga aylangandim. Javlon bilan yashirin uchrashuvlarimiz boshlanib ketdi. Men yolg'iz qolganimda u kelardi. Bu qo'rqinchli, ammo shunday shirin edi. Bir marta homilador bo'lib qoldim. Yashirincha oldirib tashladim. Erim bilmasin deb qo'rqdim. Bu safar men va Javlonning o'rtasida edi. Hayot davom etmoqda. Men hali ham o'sha uyda, o'sha sir bilan yashayapman. Erim qachon qaytishini bilmayman. Aytganda nima bo'lishini ham bilmayman. Lekin bir narsani aniq bilaman, eri uzoqda bo'lgan ayolning ham yuragi, ham tanasi mehr istaydi. Mazza qilib bu hayotda yashaganingizni his qilishni istaydi. Chunki ayol bir marta yashaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini ayol ekanligini his qilib yashash kerak.